Assalamu alaykum. Ben Ruqya Turduş. Hammalarning yangi yili muborak bo'lsin. Inshaalloh Sharq Turkiston xalqi mushu yangi yilda Xitoy zulmidan qutulsin inshaalloh va hurlik va mustaqillik Sharq Turkiston xalqiga nasib bo'lsin. Amin. Bugun bu yerga chiqib qolishimdagi sabab 2 kunning oldida mushu Facebook'ga "Men Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili emas", ya'ni xalq vakili emas deb bir narsa yozgandim. Çünkü Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan hech qanday fikrim va siyosiy maydonim o'xshamaydi debchu. Shuning bilan bu narsani yozgandan keyin buni aytdi. G'ulg'ulga sabab bo'lib ketibdi. Nurg'un kishilar, do'stlarimiz menga telefon qilib, bir videoga chiqib buni bir tushuntirib qo'ysangiz deb shuna dedi. Shunga bu yerda men bu videoga gap qilyapman. Bu yerda tushgan tushuniksiz bo'lgan savollar, nemishki siz Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan maydonınız, siyosiy fikrlaringiz o'xshamagan odam nemishga u yerda o'zingizni Dünya Uyg'ur qurultiyiga vakil bo'laman, ya'ni xalq vakili bo'laman deb tizimlatdingiz. Nayt yaxshi savol, to'g'ri savol. Nemishga men tizimlatdim? Chunki Dünya Uyg'ur qurultiyi o'zini butun Sharq Turkistonga vakillik qiladigan birdan-bir tashkilot deydi-ku. Amaliyotda unda emas. Masalan, indigenous people masalasini ko'rdinglar. China's Uyghur region deb yozgan yerlar bor. Nurg'un siyosiy fikr jihatdagi biz bilan fikri, men bilan shaxsan o'xshamaydigan, to'g'ri deb men e'tirof qilmaydigan yerlar bor. Nurg'un xalqlarning, menga o'xshash nurg'un kishilarning, Sharq Turkiston xalqining orzusiga bu vakillik qilmaydi. Vakillik qilmaganlik uchun butun Sharq Turkiston xalqiga vakillik qiladigan birdan-bir tashkilot deb qaramaymiz. Şuna men Dünya Uyg'ur qurultiyini mushunda butun Sharq Turkiston xalqining orzusiga vakillik qiladigan birdan-bir tashkilot bo'lsin deb tizimlatdim. Shunda bir tashkilot bo'lsin, chunki o'xshamagan fikrdagilar bu yerga kirsin, qarshi fikrdagilar, o'xshamagan fikrdagilar, siyosiy maydoni o'xshamaydiganlar xalq vakili bo'lib, xalqning fikrini ilib kirsin. Kirgandan keyin qaysi fikr ko'p sonliqni egallasa, shu asosiy maydon bo'lib apmangdi. U vaqtida bu Dünya Uyg'ur qurultiyi butun Sharq Turkiston xalqining, ya'ni ko'p sonliq Sharq Turkiston xalqining orzusiga vakillik qiladigan, en azından mushu diasporadagi Uyg'urlarning da ko'p sonliq Uyg'urlarning orzusiga vakillik qiladigan bir tashkilot bo'la oladi. Mushunda bo'lsin deb tizimlatdim men. Tushunishli bo'ldimi? Endi nima uchun unda odam tizimlatgan bo'lsangiz, saylanibsiz. O saylamdan istifa verip çıkatmadınız ve bunu Facebook'a yazdınız 3 aygacha istifa vermediniz. Külkülük sual. Men o saylamni itiraf qilmayman. Çünkü bu yerde bir demokratik saylam bo'lmadi. Kanadada demokratik bir saylam bo'lgan bo'lsa, men itiraf qilatdim. Piknik deb uqtirish qilinibdi. Men piknik bo'lganligi uchun bormadim. Nurg'un kishilar bormabdi. 40 necha odam beribdi. U yerda Dünya Uyg'ur qurultiyining vakillik jadvalini to'shtagan 18 odam bor, ichidan 15 ni tanlab olinglar deyilibdi. Nurg'un vakillar kelmaganligi uchun u yerda nemishga boradi, qaysi fikrda turadi, qaysi maydonda turadi, kimni qo'llaydi, kimni saylaydi va agar nomzodlikka ko'z tutib vazifa olib qolsa Dünya Uyg'ur qurultiyida nima ishlarni qiladi, qaysi yo'lda mangadi, bunda hech narsa deyilmabdi u yerda. Hech qanday narsa deyilmabdi. Faqat xalq kim bu tonimaymiz deb nurg'un vakillarni tonimaydi ekan, so'raganda palonchining qizi, pustanchining dadasi deb tanishtirilibdi. Ay bir qabila emas biz bunda deb tanishtirilgan. Shunami? Palonchi oqsoqol hamma odam taniydi, shuni saylab qo'yaylik deydigan. Menimi jiqadamlar Kanadada, chunki men bu yerga kelgan uzun vaqt bo'lgandan keyin jiqadamlar tonigandan keyin shunga jiqaroq odam saylabdi 40 necha odamning hammasi degidek. Agar men berib u yerda, men nima uchun Dünya Uyg'ur qurultiyiga o'zimni vakil qilib ko'rsatdim? Qaysi maydonda turman? Siyosiy fikrim nima? Qanday ishlarni qilaman agar vazifa olib qolsam? Deb bularni so'zlagan bo'lsam, men yana saylanamdim. Men saylanishim mumkinmi? Balkim nurg'un odamlar mening siyosiy maydonim bilan o'xshash bo'lmasligi mumkin. Meni saylamasligi mumkin. Balkim meni hamma odam saylashi mumkin. Buni bilmaymiz-da. Shuning uchun bu saylam demokratik emas. Shu saylangan vakillarning hech qaysi demokratik bir shaklda saylanmadi. Unda bo'lganki men bu saylamni e'tirof qilmayman. Kanadadagi bu xalqning vakillarini saylagan saylamni e'tirof qilmayman. Inovatsiz deb qarayman. Shunga o'zimni vakil debmi qaramayman. Unda o'zi yana bir savol chiqibdi. Siz nimishki bu Dünya Uyg'ur qurultiyiga istifa berib chiqatmay, buni Facebook'ga yozsiz. Men nimishki istifa bergidekman? Chunki men vakil emas. Vakil bo'lgan odam istifa berdi.
Men bu saylamni legitimate, ya'ni bir to'g'ri saylam bo'lmadi, demokratik bo'lmadi, e'tirof qilmayman, men vakilman emas deyotgandan men nimishga istifa beradigan mening huquqim bo'lmaydi vakil bo'lmagandan keyin. Shunga men istifa bermadim. Ammo qarasam meni bir tayyorlik guruhiga kirib qo'yibdi. Shu vakillarningki saylamga, Dunyo qurultiyining saylamiga tayyorlik qilish guruhi ekan u. Bu saylanib bo'lgan vakillar ekanda, endi meni bu saylandi deb shu yerga kirib qo'yibdi. 2-3 kundan keyin men u guruhlikimni ko'rdim, o'zimning diqqat qilmabman ekan. Shunda men u yerdan chiqib ketdim. Chunki men o'zimni vakil deb qaramadim. Ammo bu yerda nurg'un kishilar meni nemishga chiqatdingiz, nemishga kirdingiz degandek savollar bo'lib ketdi. Ham men o'zimni xalq vakili deb tizimlatganligim uchun u yerda men chiqatgandan keyin aslida mayat bir gapni qistirib qo'yay. 3 oygacha nemishga bu gapni demedingiz, mushu videoni, masalan 3 oygacha nemishga shu vaqtda ishlamadingiz degan gap chiqdi. Men o'zimni xalq vakili emas deb u yerdan chiqib ketgandan keyin ismimni o'chirildi, e'tirof qilinmayman, cho'qim hamma narsadan qoldirildim deb o'ylagandim. Ammo 2 kunning oldida birisi menga ismingiz texichi mushadi bor ekan deb u narsani rasmga tortib Dunyo qurultiyining to'r betidagi ismimni menga o'zimga avatib qo'ydi-da, menga diqqat qilmabman ekan. Shuning bilan uni ko'rgandan keyin xalqqa bir javob berish qaroriga kelib, bu yerda bu yozmani men 2 kunning oldida shuni chiqardim. Chunki birinchidan ismimni o'chiritish ularning vazifasi, Dunyo qurultiyidagilarning. Chunki hech nimaga qatnashmagan bir odamni tashkiliy jihatda tutib turish to'g'rimi? Ashlarning o'zining nimasi belgilaydi-da buni. Ikkinchisi, men bu yerda Dunyo qurultiyiga javob berish majburiyatim yo'q. Chunki men vakil emas Dunyo qurultiyiga. Vakil bo'laman deb tizimlatganligim uchun xalq meni bizga vakil bo'lamiz deb tizimlatgandingiz, nemishga chiqatdingiz, nemishga kirdingiz deb bu savolni xalq so'rayotganligi uchun men xalqqa javob beraman. Dunyo qurultiyi men bilan hech qachon bu to'g'rida aloqa qilishmoqmidi? Nemishga hech narsaga qatnashmaysiz, nemishga yig'inlarimizda siz yo'q, nemishga guruhidami yo'q, nemishga bormadingiz? Bu narsalar men bilan aloqa qilishmoqmidi? Ha, to'g'ri. Bir odam turg'un atavlama shu odam xat yozib menga siz pasportingizni avatding, yig'inga kelganlarga yotoq hozirlaymiz deganda men boramayman. Chunki balam maktabda o'qiydi, uyda yolg'iz qo'yib boramayman deb xat yozib qo'ydim. Nimda bunda sabab ko'rsatdi, demokratik emas, bu saylam maydonimiz o'xshamaydi, shunga bormayman desa bo'lmamdi deyishinglar mumkin. Umi bir sabab. Chunki nurg'un sabablarning, garchi asosiy sabab bo'lmasa, balamni uyda yolg'iz qo'yib qo'ymaydiganligim bumi bir sabab. Men Dunyo qurultiyiga hamma narsani u yerda tushuntirib o'tmayman, o'zlari bilish kerak uni, qanday saylam bo'ldig'ini, saylam demokratik bo'lmadi. Men yana sizlarga undaqmi, mundaqmi deb tushuntirib o'tmayman. Chunki nurg'un qitim Dunyo qurultiyining xato qilgan yerlarini men tashkilot ichida o'zlariga telefon urib, o'zlariga deb telefon urgan, degan, lekin bu narsalar hech qaysi e'tiborga ilinmagan. Shunga men bu yerda loyiq ko'rmadim. Men faqat birli sababni dedim. Boshqa sabablarni deb u odamga tushuntirib, bu yerda undaq qilib o'tirishning mening hojati yo'q. Ham majburiyatim emas. Men burun undaq ishni qilib boqqan, hech qanday e'tiborga ilinmagan fikrlarim. Masalan, indigenous people masalasini men degan aslida hech qanday e'tiborga ilinmagan. Shuning uchun meningki bu yerda e'tiborga fikrimni olmaydigan odamlarga so'zlab o'tirishimning hojati yo'q. Shuningga men uni nim qilmadim. Ondan keyin publikga yozishimdagi sabab shu boya deganimdek, men xalqqa javob beraman. Dunyo qurultiyiga emas. Chunki men xalq vakili deb tizimlatdim o'zimni. Shunga bu yerda publicly Facebookga yozib, buni xalqqa bir bildirib qo'yish uchun o yozmani chiqarib qo'ydim. Shu gapim tugidi. Mushunchalik meni yana telefonlarni urib, xatlarni yozib, avor qilishinglarni qat'iy xohlamayman. İşlerim bekçik. Muşu tushuncha yetarli deb o'ylayman. Bundan keyin bu ish, bu mesele muşunchalik bo'ldi. Tugusin, buningga boshqa turishni xohlamayman. Rahmat.